Assalomu alaykum hurmatli Ijtimoiy baraka uylari obunachilari. Bugun biz aynan 2026-yilda ilk kunidayoq sizlar uchun, ya'ni xalqobodliklar akalarimiz, biznesda, joyda chertib qiladigan bir akalarimiz, musofirdagi opalarimiz uchun ayni muddao bir emas, ikki emas, naq 3 kishiga mo'ljallangan umumiy maydoni dokumentarni 16 sotix va qo'shimcha joy bilan o'sh hisoblaganda 20 sotixlik joyimizni video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz va eng asosiysi xonadon qismi ham bor. Lekin mayli Shodiyor Baxtiyorov, sizni obunachilaringiz tomonidan kelganga yer hisobidan berib yuboramiz deyapti. O'shaning uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. Erinmasdan bang'illatib telefon qilish kerak va eng glavniysi 2026-yilga hamma obunachilarimizga yaxshi joydan, manfaatli joydan va eng asosiysi sifatli arzon joylardan joyli uyli bo'lib qolishi va xonadonli, fayzli xonadonli bo'lib qolishini barcha musofirlarga tilab qolamiz. 26-yil hammamizga omadli kelsin. Va lokatsiyasini tushuntirib o'tamiz. Xalqobod mahallasi, Olmazor ko'chasi. Endi bu Olmazor ko'chasi deganda hamma bilsa kerak xalqobodliklar. Ko'rib turganingizdek madaniyatdan o'tganingizdan keyin o'zi apteka, xullas kalom bir so'z bilan aytganda sentralniy hududda yashaysiz. Ya'ni o'zi qayerlik sansa Xalqobod sentrdaman deyishga to'liq haqli huquqingiz bo'ladi. Qo'ni-qo'shnilar hammasi juda ham yaxshi insonlar, samimiy insonlar. Ko'rib turganingizdek bitta mashin akamizni o'tkazib yuboraylik. Mana bitta mashin bemalol sinib ketadigan ko'chamiz bor. Ya'ni o'zi borib to'p ko'chaga qadalib qolmaymizmi deganlar uchun hozir bu yerda ko'rsatib o'tamiz mana. Bu yoqda bitta glavniy katta o'sha asfalt bo'lgan ko'cha mana. Bitta ko'rsatib o'ting bu yoqda. Orqa tomonimiz kanal. Mana bu yoqda mana zabor bizlarga tegishli. Ko'rib turganingizdek orqa tomonimizda ham kanal bor ekan mana aka. Suv bor ekan, eng glavniysi. Suv oqib turar ekan. Bu yoqlarda ham ko'cha bor ekan. Zo'r. Xo'p, endi 3-shaxs, ya'ni o'sha 3-odam bu yerga endi mana bismillahir-rahmonir-rahim bu yerga kirgan odam endi misol uchun proyekt qanaqa qilamiz deganlarga mana shu ikkita tomonga ikkita aka-ukani joylashtirsak, 3-aka-uka bu yerga, ya'ni o'sha Xalqobodda ham ko'p farzandli insonlar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Ya'ni musofirda o'sha yer olib qo'yaman, joy olib qo'yaman. Amerikalarda ham ishlab yurgan akalarimiz bor, Xalqoboddan tanishlar. Mana огород qismi ko'rib turganingizdek. Joy obyektga ega. Endi bu uyni ko'rsatib o'tirmaymiz, endi baribir olgan odam buzib imorat qiladi boshqatdan baribir. Ko'rib turganingizdek mana kachalka suv keladi, yeri unumdor, daraxtlar ham ekilgan ekan. Endi agar mobodo deyapti, bo'lib sotishga to'g'ri kelib qolsa, sherik olib kelsin, Shodiyor aka deyapti. Ya'ni mana shu xonadon egasi aytdi. Agar sherik bo'lib keladigan bo'lsa, mayli sotib yuboraman, lekin men o'zim adden keladigan bo'lsa sotmayman. Menga qolsa bitta butun qilib sotganim yaxshi-yu, lekin sherik bo'lib kelsa, o'zlari qo'shni tanlash oson. Ya'ni men topgan odam bilan balki u kishi kelishmas edi. O'shaning uchun sherik bo'lib keladigan bo'lsa, mayli sotib yuboraman bo'lib ham deyapti. O'shaning uchun mana orqa tomonni ham ko'rsatib o'taylik. Orqa tomonda ham yaxshigina joy bor ekan mana. Endi bu yerlar dokumentga kirgizilmagan, endi qachondir balkim kirib ketadi, chunki ariq haqi bo'ladi har doim. Lekin boya ko'rsatib o'tganimizdek, ariqdan ham ancha bu yoqda ekan, o'zi o'rtalig'ida ham ariq haqi bor ekan. Men faqat mana bu yerdan ariq boshlanadimi dedim, yo'q. Bu yoqda ancha joy bor ekan. Bu degani qachondir kelajakda bu yoqlar ham sizga bo'lib ketishi mumkin. Lekin foydalaniladigan joyi, ya'ni o'sha dokumentarni umumiy sotig'imiz 16 sotix o'sha uyda hujjatiga kiritilgan. Hujjatimiz toza, 100%, hech qanaqangi masala yo'q, meros talash yo'q. Bemalol hamma bor pulini qo'yib beradi, sotilgandan keyin o'sha pulini notarialni holatda sanab berasizlar. Endi gaz yo'q. Sveta muammosi yo'q, hozir hamma joyda bir xil. Suv bor. Aytib o'tganimizdek dokumenti toza. Ishtixon shahri, Xalqobod mahallasi, Olmazor ko'cha, ya'ni o'sha Xalqobodda sentralniy joyda joylashgan, aynan madaniyatni shunday o'tganingizda arkadan kirib kelib, madaniyatga duch kelasiz, madaniyatdan shunday chapga burilganingizda aptekadan o'tasiz, mana shu joy sizni kutib turibdi. Bu maydonda 16 sotixlik joyimiz va lishni, ya'ni bonusi bilan 4 sotix, agar ertaga kimnidir qo'ldan keladigan bo'lsa, dokumentga kirgizib olsin, 4 sotix bonus ham mayli deyapti. Xo'p, narx-navosini pastdagi nomerlar bilan bemalol kelishaverasizlar. Narx-navosini aytib o'tirmadi bizlarga ham. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, shuncha videomizda megabayt sarf qilib biz ko'ramiz, lekin nega aynan narx-navosiga kelganda aytmaysiz deydi. Endi bizlar ham birdan sizlarni qo'rqitib yuborgimiz kelmaydi, lekin yaxshi narx aytdim. Mening fikrim uncha vahimali narx emas ekan. Men o'zi qo'rquvdim, juda katta summa aytib yuboradimmi dedim. Yo'q. Normal narx, ya'ni 3 kishiga bo'lishib bemalol oladigan. Sizni cho'ntagingiz aynan misol ofishiga yetmasligi mumkin, lekin cho'ntagingiz o'sha sherik olib kelsanglar, mana shu 3 kishi bo'lib oladigan bo'lsa, tanishlar. Bemalol yetadi. Men buni javob berib aytaman. Bemalol o'sha narxga aynan Ishtixonga yaqin yoki mana shu hududlardan ham 4000, 4,5 ming dollar deb turgan joyda topa olmaysiz. Aynan mana shunaqa lokatsiyadan topa olmaysiz. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov, men siz Ishtixon barakali uylar jamoasi 2026-yil hammaga omadli kelsin va ertaroq shoshilish kerak. Bunaqangi joy chiqib ketgandan keyin jazmani ko'p bo'ladi. Ertaga afsuslanib qolmaslik kerak. Tezroq pastdagi nomerlarga telefon qilib, aloqaga chiqib, joyni olib, dang'illama uchastkani qurib, sentrni
doda xo'ja akasi bo'lib yashash sizga nasib qilsin. Aynan sizga.